Bugungi videoda O'zbekiston sharoitida qaysi CRM tizimni tanlash kerak degan savolga javob topamiz. Agar CRM nimaligini bilmasangiz yoki bo'lmasa biznesda yana qanaqa turdagi dasturlar borligini bilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni pauzaga qo'yib, bundan oldingi videoni bitta ko'rib chiqishingizni tavsiya beramiz. O'zi CRMlarning ikkita asosiy turi bor. Birinchisi ixtisoslashgan CRM tizimlar, ikkinchisi universal CRM tizimlar. Ixtisoslashgan CRM tizim deganda aynan bironta soha uchun mo'ljallangan dasturlar nazarda tutiladi. Masalan, bu bo'lishi mumkin o'quv markazlari, realtorlik agentliklari yoki bo'lmasa logistika singari boshqa soha bo'lishi mumkin. Bu tizimlarning ustunlik tarafi nimada? Bu aynan bitta sohaga yo'naltirilgan o'sha sohadagi maxsus muammolarni yechish uchun chiqarilgan bo'ladi. Universal CRM tizimlar deganda esa hamma ishlatsa bo'ladigan funksiyalar qo'shilgan va o'sha funksiyalarning orasidan siz o'zingizga keraklisini tanlab bemalol ishlataverasiz. Hozir 2025-yilda O'zbekiston sharoitida eng keng tarqalgan universal CRMlar bu Amo CRM bilan Bitrix 24. Korxonasiga CRM o'rnatmoqchi bo'lgan hamma odam borki, yo Amo CRM yo Bitrix 24 so'zini kamida bir marta eshitgan, lekin doim savol bo'ladi. Men qaysi CRMni o'rnatishim kerak, qaysinisi menga mos tushadi degan. Bugun xudo xolasa shu savolga batafsil javob beramiz. Birinchi o'zimizdan so'rashimiz kerak bo'lgan savol bu: biz qaysi bo'lim va nima funksional uchun dastur o'rnatyapmiz? Bu dasturda faqat sotuv bo'limi ishlaydimi yoki boshqa bo'limlar ham ishlaydimi? Shu savolga aniq javob berib olsak bo'ldi. Chunki bu savollar javobi bizga aniq yo'l xaritasini ko'rsatadi. Sodda qilib aytganda, Amo CRM faqat sotuv bo'limi ishlashi uchun, Bitrix 24 bo'lsa hamma bo'limlar ishlashi uchun deb farqlasak bo'ladi. Amo CRMda sotuv bo'limi uchun eng kerakli bo'lgan funksiyalar tanlab olingan. Bu sotuv voronkasi bilan sotuv kanallarining integratsiyasi. Siz o'zingizga kerakli bo'lgan sotuv kanali, bu Instagram bo'ladimi, Facebook bo'ladimi yoki telefoniya bo'ladimi, tanlab o'shani sotuv voronkasiga nastroyka qilib ishni boshlaysiz. Xodimlaringizga akkaunt ochib berasiz, ular ishlashni boshlaydi. Amo CRMni bazaviy nastroyka qilib bo'lganingizdan keyin nimadir funksiya kerak bo'lib qoldi. Shunaqa paytda Amo CRMda pulli dasturlar bor, widget deb ataladi. Shu widgetlardan bemalol foydalansa bo'laveradi. Amo CRMda funksional kamligini hisobiga dastur interfeysi juda ham sodda va siz uchun dastur interfeysini sodda bo'lishi juda ham muhim bo'lsa, sizga Amo CRM to'g'ri keladi. Bitrix 24 da bo'lsa, faqat sotuv bo'limi uchun CRM dan tashqari bir qator boshqa instrumentlar bor. Shu jumladan vazifalar menejeri, ombor boshqaruvi, korporativ messenger, sayt konstruktor, Zoomga o'xshash video zvanoklar platformasi, undan tashqari yana onlayn disk, xodimlarni ishlash vaqtini nazorat qilish bo'yicha ko'p funksionallar. Keyin BPMN platforma bor. BPMN nimaligini keyingi videolarda yana bemalol gaplashamiz. Undan tashqari analitikani kuzatib borish uchun BI konstruktor mavjud. Funksional jihatdan farq asosan shular. Aniqlashtirishimiz kerak bo'lgan keyingi masala bu budjet va narx masalasi. O'zi CRM o'rnatayotganda ikki turdagi to'lov bor. Birinchisi bu tizimlarning o'ziga to'lanadigan abonent yoki litsenziya to'lovi, ikkinchisi integrator xizmati uchun to'lov. Ya'ni buni ichiga CRM ni sozlash, uni xodimlarga o'rgatish, undan tashqari kompaniyaga joriy qilishning to'liq loyihasi kiradi. Integratorlar uchun qilinadigan to'lov har bitta kompaniya va har bitta loyiha uchun farq qiladi. Shuning uchun biz bu videoda faqat litsenziya narxlarini solishtirish bilan cheklanamiz. Amo CRMda litsenziya har bitta foydalanuvchi boshiga to'lanadi. 3 ta asosiy tarif bor. Bu o'sha bazaviy, расширенный va professionalniy. Biz odatda mijozlarimizga расширенный tarifini tavsiya qilamiz. Amo CRM o'zini to'lovidan tashqari eng bazaviy bo'lgan widgetlar ham bor. Bu widgetlarning orasiga IP telefoniya, lidlarni taqsimlash va Telegram akkauntlarni CRM bilan integratsiya qilish widgetlarini qo'shsa bo'ladi. Bu odatda eng bazaviy proyektlarda ham o'rnatilishi kerak bo'lgan widgetlar hisoblanadi. Ya'ni bazaviy deganda taxminan 3-5 yoki maksimum 7 ta sotuvchisi ishlaydigan korxonalarni nazarda tutyapmiz. Agar jamoa undan katta bo'ladigan bo'lsa, masalan 20 ta, 30 ta, 50 taga boradigan xodimlar ishlasa, unda bu widgetlarni o'zi ham kamlik qiladi. Undan tashqari yana boshqa widgetlar va boshqa platformalar bilan ham integratsiya qilish kerak. Bunga masalan sotuv reglamentlarini boshqarish uchun Sensei platformasini misol qilsa bo'ladi. Bularning to'lovi alohida. Undan tashqari Amo CRMda minimal litsenziya sotib olish muddati 6 oy. Agar biz, ya'ni hamkorlar orqali sotib olinadigan bo'lsa, 1 oy yana sovg'a bo'ladi. Narxlar o'zgarishini inobatga olib, bu videoda
hech qanaqa narx aytib o'tirmadik. Buni o'rniga AmoCRMni 5 kishilik litsenziyasi, 6 oy minimal to'lovi va 1 oy bizdan sovg'a tariqasida qancha bo'lishini ko'rsatib turadigan jadval yasab qo'ydik. Biz bu jadvalli ma'lumotlarni doim yangilab turamiz. Shuning uchun siz xohlagan paytda o'tsangiz ham u jadvaldagi ma'lumotlar aktual bo'ladi. Agar o'zgartirish bizni esimizdan chiqib qolgan bo'lsa va narxlar qimmatlashgan bo'lsa, o'sha jadvaldagi narx va haqiqiy narxni orasidagi farqni biz o'z bo'ynimizga olib to'lab beramiz. Bu narsa bizni ham o'sha jadvaldagi ma'lumotlarni aktual saqlashga harakatga undaydi. Jadvalga havolani video ostida qoldiramiz, bemalol o'tib ko'ring. Agar narxlar aktual bo'lmasa, bemalol bizga aloqaga chiqaverasiz. Bitrixda narxlar ozgina boshqacha. Bu yerda har bir foydalanuvchi uchun emas, alohida jamoalar uchun litsenziya sotib olasiz. Masalan, 5 kishilik, 50 kishilik, 100 kishilik tariflar bor. Undan tashqari yana alohida enterprise mijozlar uchun 1000 ta yoki undan baland tarifda ham olsa bo'ladi. Bitrixning yana bitta afzallik tarafi, AmoCRMda widget sotib olish kerak bo'lgan ba'zi funksiyalar bor. Masalan, lit taqsimlash, dokumentlarni generatsiya qilish singari ba'zi funksiyalar bor. Ular уже siz sotib olgan tarifning ichiga kiradi. Alohida qo'shimcha rasxod qilish shart emas. Bizning tajribamizda agar sotuvchilaringiz soni 5 tagacha bo'lsa, AmoCRM sizga arzonroq tushadi. Lekin agar 5 tadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, endi o'sha xodimlar soni va narx nisbatida Bitrix arzonlashib boradi. Eng ahamiyatli yana bitta faktor bu tizimlarning hosting masalasi. Ya'ni tizim bulutda saqlanadimi yoki коробочный versiya sotib olinadimi? Bu narsa nimaga muhimligini bilishdan oldin o'zi nimaligini bilib olishimiz kerak. Oblaka yoki bulutli tizim deganda dasturning ma'lumotlari va kodlari o'sha siz sotib olgan AmoCRM yoki Bitrix 24 ni o'zini serverlarda saqlanishi nazarda tutiladi. Коробочный versiyada esa siz litsenziya sotib olasiz va o'sha litsenziyani xohlagan siz aytgan serverga o'rnatsa bo'ladi. Lekin bunda qo'shimcha server xarajatlari ham chiqib keladi. Endi bu narsa nimaga muhim? Birinchidan, bulutli dasturda siz uni xohlaganingizdek o'zgartirib tashlay olmaysiz. Aynan oldindan belgilab qo'yilgan joylardagina o'zgartirishingiz mumkin. Коробочныйda bo'ladigan bo'lsa, sizga dasturning kodiga va ma'lumotlariga dostupingiz bo'ladi. O'zingiz xohlagan joyini o'zgartirib, xohlagan joyiga yana qo'shimchalar kiritishingiz mumkin bo'ladi. Shuni hisobiga коробочный versiyalarni boshqa dasturlar bilan integratsiya qilish nisbatan osonroq. AmoCRM faqat облачныйda ishlaydi. Bitrix 24 ni ham облачный, ham коробочный versiyasi bor. Agar sizga dastur коробочный tizimda bo'lishi juda ham muhim bo'lsa va bu sizga hal qiluvchi omil bo'ladigan bo'lsa, sizda faqat Bitrix 24 varianti qoladi. Bu videoda AmoCRM va Bitrixni narx, funksional va hosting masalalari bo'yicha solishtirib ko'rdik. Agar sizda nimadir savol ochiq qolgan bo'lsa va kompaniyangizga CRM o'rnatmoqchi bo'lsangiz, bizga video ostidagi havola yoki telefon orqali murojaat qiling. Xudo xolasa savollaringizga birgalikda yechim topamiz.